Hala uchastkada короче mana bunaqa dori sechib ustini ko'mib bir narslar qilyapman. Ular bitta estinglar. Короче onaxon ertalab borib dori sechgan o'g'lim borib mana shu giloslarni tagiga dedi. Ona dedim, men Parijga borganman, Real Madrid stadioniga kirganman. Hozir menga bu ishlar yarashmaydi dedim. Hozir bunaqa ishlar bir mardikor chaqiraylik. Xullas meni birovni ko'rib qolsa, anu ustimdan kuladi desam, kalishni qarab otdi to'g'risi meni g'ura bo'lib qoldi hozir ko'rsatishga xijolat bo'lyapman. Xullas 17 Pro Max'im bor, 18 ni, ya'ni cholyapti ana qaranglar. Telefon cholyapti. Telefonni ham irg'itib yubordi onam. Endi telefon qilyapti. Xullas ona uchun boru, ona uchun zvezdamisan, kimsan farqi yo'q. 300 ming podpischik. Oyog'im tagida yo'qoldi. Uydan haydab yubordi hozir uchastkaga kelib masjidlarda. O'g'li mehnatni qilyapmiz. Va onasini ham ona uchun bir tiyin podpischik bo'ladimi? 17 Pro Max'im bo'ladimi? Real Madridga kirasanmi farqi yo'q. O'shaning uchun hozirgi yangi blogerlar ehtiyot bo'linglar. Onani udari qattiq, o'zi ham urganda ganga tvoradi. Ertalab 6 da turg'izib yuboradi udar. Ehtiyot bo'linglar.